Hozirgi kunda ba'zi toifalar tomonidan Dorul Islom va Dorul Kufr tushunchalarini noto'g'ri talqin qilinishi natijasida ahli sunnat ulamolari so'zlariga zid bir qancha fatvolar tarqalib, musulmonlar o'rtasiga ixtilof solib kelmoqda. Xususan, musulmonlar yashaydigan diyorlarni Dorul Kufr hisoblab, bu yurtlardan hijrat qilish farz deb asossiz ravishda fatvo bermoqdalar. Afsuski, ba'zi toifalar islom diyorlarini, jumladan vatanimizni kufr diyori deb fatvo berib, bu diyorlardan hijrat qilish vojib bo'ldi demoqdalar. Aslida ham shundaymi? Islom diyoridan hijrat qilinmasligini quyidagi rivoyat ham tasdiqlaydi. Tobiinlardan biri Mujohid rahimahulloh taniqli sahoba Abdulloh ibn Umar raziyallohu anhuga men Shomga hijrat qilmoqchiman deganlar. Ibn Umar raziyallohu anhu unga bugun hijrat yo'q, ortingga qayt deganlar. Imom Buxoriy rivoyatlarida keltirilgan bu. Hazrati Ali raziyallohu anhu xalifaligi davrida Havorijlar firqasi paydo bo'ldi va bu firqalar Basradan chiqib ketib, o'zlariga alohida joy qilib, o'sha yerga joylasha boshlaganlar. Odamlarga hijrat farz, biz bilan hijrat qilinglar deb hammani hijratga da'vat qila boshlaganlar. Odamlar buyuk sahoba Anas ibn Malik raziyallohu anhu ning oldilariga kelib, ular o'zlarini muhojirlar deb atashayotganini aytibdilar. Shunda Anas ibn Malik raziyallohu anhu ular shaytonga hijrat qilganlar. Axir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fathdan keyin hijrat yo'q deganlar-ku deganlar. Bu rivoyatlar qanchalik sahih ekanligini juda ham yaxshi bilamiz. Albatta e'tibor berishimiz lozim bo'ladiki, diyorlar haqida ijtihod qilgan ulamolarimiz fatvolariga ko'ra bizning diyorlarimiz islom diyoridir. Bunga sabab bizning yerlarimiz qadimdan islom diyorlari bo'lib kelgan. Vaholanki bugun hamma yoqni Dorul Kufr yoki Dorul Harb deb da'vo qilayotganlar birorta davlatni Dorul Islom deb atamaydilar, tan olmaydilar. Demakki ular uchun dunyoda Dorul Islom deyishga loyiq bir davlatning yo mamlakatning o'zi yo'q. Agar shu bir mantiqdan kelib chiqsak, dunyoda Dorul Harb yoki Dorul Kufr ham bo'lmasligi kerak. Zero bu tushunchalar Dorul Islom atamasiga qarama-qarshi narsalar sifatida muomalaga kiritilgan. Xo'sh, yuqoridagilardan biz uchun eng kamida shu narsa oydinlashadiki, ravshan bo'ladiki, O'zbekiston kabi aholisining aksariyati musulmon bo'lgan, fuqarolari bemalol o'z dinlariga amal qilib yurgan, yiliga yangi jome masjidlar qurilayotgan, demak joylarini aslo Dorul Harb yoki Dorul Kufr deb atash mumkin emas. Balki bunday yurtlar islom diyori bo'lib hisoblanadi. Islomning arkonlari bajarilayotgan yurt islom diyori deyiladi va uning hukmdoriga qarshi jihad qilinmaydi. Takfirchi buzg'unchilar insonlar orasida fitna qo'zg'ash, parokandaligini yuzaga keltirish hamda shu orqali o'zlarining g'araziy maqsadlariga erishish uchun turli xil uslub va vositalardan foydalanishyapti. Shulardan biri ma'lum bir davlatni kufr diyori deb atab, u yerdan hijrat qilish lozim. Shuningdek, bunday kufr diyorlariga qarshi urush olib borish kerak degan g'oya. Umuman olganda Dorul Islom va Dorul Kufr kabi tushunchalarning bir lug'aviy, istilohiy ma'nolari hamda bu haqda ulamolarning demak fikrlarini ham o'rganish bir muhim ahamiyat kasb etadi. Buni bilishimiz kerak. Dorul Islom diniy istiloh bo'lib, lug'atda islom diyori degan ma'noni anglatadi. Mutaassib guruhlar bo'lsa-chi, bu kabi tushunchalardan o'zlarini bir qing'ir o'sha qilmishlarini bir hasbo'shlashda foydalanib turib, musulmonlar emin erkin ibodat qilayotgan, zamonaviy bir adolatli qonunlar asosida yashayotgan diyorlarini kufr diyori deb ataydilar va ularga qarshi jang qilishga buyuradilar. Zamonamiz olimlaridan bo'lgan Abdul Qoddir Avda aytadilarki, Dorul Islom, islom arkonlari amalda bo'lgan yoki unda yashovchi musulmonlar
islom arkonlarini bajarishlariga monelik bo'lmagan hududdir. Imom Alauddin Kosoniy o'zlarining mashhur fiqh kitoblari Badoius Sanoiyda aytadilarki, ya'ni kufr diyorida namoz o'qish, ro'za tutish kabi islom ahkomlariga amal qilinishi bilan u islom diyoriga aylanadi deb ta'kidlaganlar. Islom olamida mashhur bo'lgan ulamo Muhammad Abu Zahro ham bunday deydilar. Ba'zi kishilar kabi shariat ahkomlari joriy qilinmaganini hisobga olgan holda bu hudud Dorul Islom, boshqasi Dorul Kufr deb atay olmaymiz. Hozir Mag'ribdan to mashriqqacha joylashgan davlatlarda shariat ahkomlari tatbiq qilinmasa ham barchasi Dorul Islom hukmidadir. Chunki u joylarda yashayotgan musulmonlar omonlikda hayot kechirishyapti va ularning diniga, shariat hukmlarini bajarishlariga hech qanday bir xavf xatar yo'q. Mana shundan xulosa qilishimiz lozim bo'ladiki, demak, bugungi kunda alhamdulillah siz bilan biz yashayotgan diyorimizda, O'zbekistonda ham shariatning mana hukmlarini bajarishida biror bir monelik bo'lmagandan keyin hayit namozlaridan tortib 5 vaqt namozlar, juma namozlari, haj amallari, umra amallarini bajarishlik uchun keng bir eshiklar ochilgan, imkoniyatlar berilgan bir davrda yashar ekanmiz. Albatta buni shukronasini qilishimiz lozim bo'ladi. Ba'zi bir mana shundoq g'araz niyatli bo'lgan kishilarning fitnalariga uchmasligimiz, bundan albatta ogoh bo'lishimiz lozim bo'ladi.